Masalan, Mahrom Baxtiyorovich prezervativ korobkasida qoldirgan barmoq izlari. Yirtilgan joyini ko'ryapsizmi? Barmoq izlari esa teskari joyda joylashgan. Nelogichni. Mana bu esa Bahromning qo'lining tilanganini liniyasi. Mana bu marhum ayolning tirnog'ining tagidan olingan teri qoldiqlarining ekspertiza xulosasi. DNK miqdori tilib olingan teri miqdoriga to'g'ri kelmayapti. Mana bu sohil bo'yidagi kafening kamerasidan olingan video tasvir. Mana bu esa Bahromning mimikricheskiy analizi. Bahrom kirishda ham, chiqishda ham mimikasi bir xil bo'lgan. Demak, bu esa To'xtang. Nima demoqchisiz? mana bu narsalar Bahromning aybsizligini tasdiqlaydi. Siz esa aka aybsiz bolani hayotini sindirganingiz uchun hali javob berasiz.